Aziz do'stlar, shu videomizni boshlab men sizlardan uzr so'ramoqchiman, chunki bu videomizda biz ozgina AIdan, neyrosetlardan foydalandik. Shuning uchun qayerdadir nimadir sizga hech yoqmasa, oldindan uzr so'rayman, nimadir g'ashingizga tegsa. Lekin aziz do'stlar, bilingki, bu ssenariy, bundagi har bir so'z meni o'zim tomonidan yozilgan. Men o'zim har bir gapni gapirganman, har bir so'zni o'zim yozganman. Ssenariysiga neyrosetlarning umuman aloqasi yo'q. Bu shunchaki o'sha audio zapis mahalida ozgina qo'llab ishlatib ko'rdim. Chunki buni qo'llashni boshlamasak bo'lmaydi. O'zingiz ko'ryapsiz, hamma joyda neyrosetlar bosib ketgan. Baribir ertami kechmi buni ham o'rganishimiz kerak. Shuning uchun hozirdan boshladim. Lekin bu bizni birinchi tajribamiz. Shuning uchun aziz do'stlar, qayerdadir qandaydir xatolar bo'lgan bo'lsa, boshidayoq uzr so'rab qo'ymoqchiman sizlardan. Assalomu alaykum hammaga. Agar siz ham menga o'xshab oddiy, jang, kulgili, shunga o'xshagan animelardan zerikkan bo'lsangiz, siz ham o'zingizga, ya'ni o'zingizning yoshingizga mos animelarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bugungi videomiz aynan siz uchun. Chunki bugungi videomizda men sizlarga 3 ta anime haqida aytib beraman. Kattalarga mo'ljallangan bu animelar sizni nafaqat hayajonga soladi, balki o'ylashga ham majbur qiladi. Boshidayoq aytib o'tib ketay aziz do'stlar, bu videomizda top 3 talik emas. Bu videomizda shunchaki 3 ta anime bor, 3 ta har xil anime bor, janrlariga bo'lingan. Ya'ni bu animelarni men qiziqlik bo'yicha to'p qilganim yo'q. Bu yerdagi animelar shunchaki 3 ta bir-biridan zo'r animelar va ularni qatorasiga aytib ketaman. Yana bir bor qaytaraman, bu top 3 ta anime emas. 3-o'rin, 2-o'rin, 1-o'rin degan narsa yo'q. Ana endi bugungi videomizga qaytadigan bo'lsak, aziz do'stlar, bugungi videomizni biz Haikyuu, to'g'rirog'ini aytganda esa voleybol animesi bilan boshlaymiz. Bu anime hikoyasi bizni Hinata ismli juda energiyali yigit bilan tanishtiradi. U unchalik baland bo'lmasa ham voleybolni juda yaxshi ko'radi va bir kun kelib kuchli o'yinchi bo'lishni orzu qiladi. Anime boshida biz Hinataning maktab jamoasi birinchi katta musobaqaga tayyorlanayotganini ko'ramiz. U juda hayajonlangan, chunki bu uning hayotidagi eng muhim o'yinlardan biri bo'ladi. Lekin o'sha o'yinda ular juda kuchli jamoaga qarshi chiqadi. Ayniqsa, qarshi jamoada Kageyama degan juda iste'dodli o'yinchi bor edi. Uni hatto ba'zilar maydon qiroli deb ham atashadi. O'yin juda tez tugaydi va Hinataning jamoasi qattiq mag'lubiyatga uchraydi. Aynan Kageyama ularni deyarli yakka o'zi yutadi. Shu paytda Hinata juda qattiq ranjiydi, lekin u taslim bo'lmaydi. U Kageyamaga qarab shunday deydi: "Bir kun kelib seni albatta yutaman." Shundan keyin vaqt o'tadi. Hinata yangi maktabga kiradi. Bu maktab Karasunu deb ataladi va u yana voleybol jamoasiga qo'shiladi. Lekin u yerda kutilmagan narsa sodir bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, uning eski raqibi ham shu jamoada. Ha, aynan Kageyama ham Karasunu jamoasiga kelgan bo'ladi. Endi esa ikki raqib bir jamoada o'ynash kerak. Dastlab ular bir-birini yoqtirmaydi, lekin vaqt o'tishi bilan ular tushunadi. Agar ular birga ishlasa, juda kuchli jamoa bo'lishi mumkin. Shundan keyin hikoya davom etadi. Raqiblik asta-sekin do'stlikka aylanadi va ikki o'yinchi bir-birini yanada kuchliroq qiladi. Ular jamoani g'alabaga olib borishga harakat qiladi. Bu anime nafaqat sport haqida, balki orzu, mehnat va jamoaviy ishonch haqida ham juda chiroyli hikoya qiladi. Bu animening eng katta plyuslaridan biri bu personajlar. Bu yerda juda ajoyib va juda yaxshi yozilgan qahramonlar bor. Eng qizig'i shundaki, har bir personaj juda yaxshi rivojlangan. Hatto ikkinchi darajali qahramonlar ham asta-sekin rivojlanib boradi. Anime davomida hech bir personaj unutilmaydi. Har bir qahramonning o'z hikoyasi va o'z xarakteri bor. Shuning uchun tomoshabin asta-sekin har bir personajni yoqtirib qoladi. Ularning xarakteri, maydondagi o'yini va umumiy rivojlanishi juda qiziqarli ko'rsatilgan. Har bir qahramon o'ziga xos va mustaqil. Endi ikkinchi katta plyus haqida gaplashamiz. Bu animatsiya. Ha, bu anime ancha oldin chiqqan bo'lsa ham, hatto birinchi faslning animatsiyasi ham juda yuqori darajada. Harakatlar juda dinamik ko'rsatilgan. O'yin sahnalari juda jonli chiqadi. Tomoshabin voleybol o'yinining har bir momentini his qiladi. Bunga yana kuchli ovoz effektlari va musiqa ham qo'shiladi. Natijada juda kuchli atmosfera paydo bo'ladi. Va aynan shu sababli bu anime hozirgacha ko'plab muxlislar tomonidan juda yuqori baholanadi. ana endi ikkinchi animega keladigan bo'lsak, bu animemizning nomi Город, в котором меня нет. Bu juda qiziqarli, juda og'ir va shu bilan birga juda chuqur hikoyaga ega bo'lgan anime. Bu animeni oddiy qilib aytganda thriller, detektiv va juda jiddiy mavzularni ko'taradigan hikoya deyish mumkin. Atmosferasi ba'zan juda sokin bo'ladi, lekin ayrim paytlarda voqealar juda tez va juda keskin rivojlanadi. Shuning uchun bu anime bir vaqtning o'zida ham sokin, ham juda dinamik ko'rinadi.
Hikoya Satoru ismli yigit haqida. U oddiy hayot kechirayotgandek ko'rinadi. U manga chizadi va oddiy ish bilan shug'ullanadi, lekin unda juda g'alati bir qobiliyat bor. Agar atrofida qandaydir yomon voqea sodir bo'lishi mumkin bo'lsa, u buni oldindan his qiladi va shu paytda vaqt birdan orqaga qaytadi. Satoru o'sha voqea sodir bo'lishidan oldingi bir necha daqiqaga qaytadi. Bu qobiliyat orqali u yomon voqeani to'xtatishga harakat qiladi. Masalan, kimdir jarohat olishi yoki baxtsiz hodisa bo'lishi mumkin bo'lsa, u bunga yo'l qo'ymaslikka urinadi. Lekin bir kun juda katta va dahshatli voqea sodir bo'ladi. Shu voqeadan keyin Satoruning qobiliyati odatdagidan ham kuchli ishlaydi. Bu safar vaqt bir necha daqiqaga emas, balki ko'p yillar orqaga qaytadi. Satoru birdan o'zini bolaligida topadi. U yana maktabda o'qiydigan paytiga qaytib qoladi. Shu paytda u bitta dahshatli sirni eslay boshlaydi. Uning bolalik davrida bir nechta bolalar sirli tarzda yo'qolib ketgan edi. O'sha voqealar o'sha paytda hal qilinmagan va juda ko'p savollar ochiq qolgan edi. Endi esa Satoru tushunadi. U o'tmishga bekorga qaytmagan. U bu safar o'sha voqeani to'xtatishi kerak. Agar u hammasini to'g'ri qilsa, kelajak o'zgarishi mumkin va ehtimol u o'sha bolalarni qutqarib qolishi mumkin. Shundan keyin anime juda qiziqarli detektiv hikoyaga aylanadi. Satoru asta-sekin haqiqatni topishga harakat qiladi. Har bir qadamda yangi sirlar ochiladi va tomoshabin ham Satoru bilan birga bu sirni yechishga harakat qiladi. Bu animening yana katta bir plusi bu uning atmosferasi. Butun hikoya davomida juda kuchli va biroz og'ir muhit sezilib turadi. Ba'zi sahnalar juda sokin bo'ladi, lekin shu sokinlik ichida ham qandaydir xavf yaqinlashayotganini his qilasiz. Aynan shu atmosfera tomoshabinni doimiy ravishda hayajonda ushlab turadi. Yana bir katta plus bu syujet. Hikoya juda yaxshi yozilgan va juda qiziqarli tarzda rivojlanadi. Har bir epizoddan keyin yangi savollar paydo bo'ladi. Tomoshabin ham bosh qahramon bilan birga nima bo'layotganini tushunishga harakat qiladi. Voqealar asta-sekin ochiladi va har bir detal muhim ahamiyatga ega bo'lib chiqadi. Bu animening yana bir juda kuchli tomoni kutilmagan burilishlar. Hikoya davomida bir necha marta voqealar butunlay boshqa tomonga burilib ketadi. Siz bir narsani o'ylaysiz, lekin keyin butunlay boshqa haqiqat ochiladi. Shu sababli anime oxirigacha juda qiziqarli bo'lib qoladi. Albatta, bu animening yana bir katta kuchli tomoni bosh qahramon. Satoru juda yaxshi yozilgan personaj. U mukammal qahramon emas, u ham qo'rqadi, xato qiladi va ba'zan nima qilishni bilmay qoladi. Albatta, bu animening yana bir katta plusi bu animatsiya. Animatsiya juda sifatli va juda chiroyli ishlangan. Rasm bir vaqtning o'zida juda yorqin ham, shu bilan birga biroz sokin va hatto biroz monotondir. Lekin aynan shu uslub bu animega o'ziga xos atmosfera beradi. Ranglar va tasvirlar hikoyaning kayfiyatiga juda mos keladi. Ba'zi sahnalar juda oddiy ko'rinadi, lekin shu oddiylik orqali anime juda kuchli hissiyotlarni yetkazadi. Bu animening o'ziga xos vizual uslubi bor va aynan shu uslub uni boshqa ko'plab animelardan ajratib turadi. Birinchi qarashdayoq bu animening qanday atmosfera yaratmoqchi ekanini his qilasiz. Ko'pincha tomoshabinlar shuni aytadi. Bu animeni ko'rish uchun ba'zan bir nechta sahna ham yetarli bo'ladi, chunki birinchi qarashdayoq uning uslubi ko'zni tortadi va aynan shu sababli bu anime nafaqat qiziqarli hikoya bilan, balki juda chiroyli vizual atmosfera bilan ham esda qoladi. Endi esa bugungi videomizdagi oxirgi anime haqida gaplashamiz. Bu anime Terror in Resonance. Bu anime juda noodatiy va juda chuqur ma'noga ega bo'lgan hikoya. Bu oddiy action yoki oddiy detektiv anime emas. Bu anime ko'proq jamiyat, yolg'izlik va adolat haqida o'ylashga majbur qiladi. Hikoya Tokioda boshlanadi. Bir kuni internetda sirli video paydo bo'ladi. Videoda ikki nafar niqob taqqan yigit paydo bo'ladi. Ular o'zlarini Sphinx deb atashadi va Tokioda katta portlash bo'lishini aytishadi. Dastlab ko'pchilik bu videoni oddiy hazil deb o'ylaydi, lekin oradan ko'p vaqt o'tmay Tokioda haqiqiy portlash sodir bo'ladi. Shundan keyin butun shahar vahimaga tushadi. Politsiya bu ish ortida kim turganini topishga harakat qiladi, lekin bu ikki yigit juda aqlli va juda ehtiyotkor harakat qiladi. Ular har safar politsiyaga topishmoqlar qoldiradi. Agar politsiya topishmoqni yecha olsa, portlashning oldini olish mumkin. Agar yecha olmasa, yangi portlash sodir bo'ladi. Shu tarzda anime juda qiziqarli mushuk va sichqon o'yiniga aylanadi. Bir tomonda politsiya va detektivlar, boshqa tomonda esa sirli ikki yigit. Lekin hikoya davom etgani sari tomoshabin bitta muhim savolni bera boshlaydi. Nega bu yigitlar bunday ish qilmoqda? Ular haqiqatdan ham yovuzlarmi yoki bu ishning ortida boshqa haqiqat bormi? Anime davomida biz bu ikki yigit 9 va 12 haqida asta-sekin ko'proq bilib boramiz. Ularning o'tmishi oddiy emas va aynan shu o'tmish ularni bugungi yo'lga olib kelgan. Bu animening yana bir katta plusi bu atmosferasi. Butun hikoya davomida juda kuchli va biroz sovuq muhit sezilib turadi. Tomoshabin doim qandaydir sir yashiringanini his qiladi. Yana bir katta plus bu syujet.
Hikoya juda qiziqarli yozilgan va har bir epizodda yangi sirlar ochiladi. Bu animening yana bir kuchli tomoni kutilmagan burilishlar. Ba'zi voqealar butunlay boshqa tomonga burilib ketadi va bu hikoyani yanada qiziqarli qiladi. Albatta, animatsiya haqida ham aytib o'tish kerak. Animatsiya juda sifatli ishlangan. Har bir sahna juda chiroyli ko'rinadi va Tokio manzaralari juda real tasvirlangan. Bunga yana juda kuchli musiqa ham qo'shiladi. Musiqa anime atmosferasini yanada kuchaytiradi va ayrim sahnalarni juda ta'sirli qiladi. Shu sababli Terror in Resonance ko'pchilik tomonidan eng o'ziga xos va eng esda qoladigan animelardan biri deb hisoblanadi. Ana endi shuning bilan shu videomizni tugatamiz aziz do'stlar. Umid qilaman siz o'zingizga biron bir qiziqroq anime topdingiz va o'sha animeni ko'rib vaqtingizni yaxshi o'tkazasiz degan umiddaman. Agar mabodo siz bu animelarni ko'rgan bo'lsangiz, albatta aziz do'stlar kommentariyaga o'z fikringizni yozing. Qaysidir animeni qaysidir joyi sizga yoqqan bo'lsa, yo qayerdadir tushunmagan bo'lsangiz, savollaringiz bo'lsa, hammasini kommentariyaga yozing. Men albatta hammasini o'qib, kommentariyalaringizga javob berib borishlikka urinaman va albatta men sizga yaxshi kayfiyat tilayman. Xayr do'stlar.